sizlar uchun ochib ko'rib chiqamiz. Bismillah. Yangi Niva'da nima o'zgarish bo'lgan? Elektronli stiklopodiya qo'yilgan, bakoylarimiz elektronli, abogrefli. Eskida ruchnoy upravlение bo'lgan, hozir elektronli. Abogref sideniyalarimiz bor, konditsionerimiz bor. Karpetkamiz yangi zamonaviy dizaynda chiqqan. Rullarimiz, gitaralarimiz o'sha eski holatda qolgan. Patolori qoraytirilgan. Svetilniy qo'yilgan. Mana so'z bizda ishlamaydi, endi Rossiyada GPS navigator bo'yicha ishlaydi. Hop, qolgan joylari o'sha sideniyani chexollari o'zgartirilgan. Sizlar bilan bitta bagajni ham ko'rib chiqamiz. Hamma biladi. Shu orqa tomondan ochiladigan bo'ladi. Mana bagajimiz. Zamogimiz o'sha qolgan. O'zimizning keng bagajligimiz. Ortada remellari bor. Suv sepkichi bor, svetilniy qo'yilgan. O'zining oldingilarda eskilarda bo'lmagan. Bu yoqda mana prikuritilga joy ham qoldirilgan. Knopkali svet yonish uchun. Hop, bagaj zamogi o'zgartirilgan. Ovozi chiqmasligi uchun mana plastmassaga chiqarishgan. Qolgan joylar o'sha diskga qoraytirilgan, yengili podkrilniy qo'yilgan. Materiali ham biz bilgan plastmassaviy materialdan emas, o'zgartirilgan. Nima deb o'ylaysizlar? Narxi nechi pul? O'zingizlar baho beringlar. Yangi Niva sotib olish stoyitmi yoki yo'qmi? Arziydimi? Biz bilgan narxlarga arziydimi o'zi?